hujjatlarim uyda qolib ketibdi. Lekin mashina o'zim maydoniga borsang, bu yoqqa o'tiring. voy mashina o'zimniki deyapman-ku. Bormasak bo'lmaydi. Komandir, aeroportga shoshib turibman. Bo'ling, o'tiring. Siz bo'ladi-da. Yo, iloji. Nima kutyapman? Xo'pmi? Siz emas har holda. Baton senmi? Nima? Nima? Ey. Baton senmi deyapman. Tezroq gap. Meni ishim kam, vaqtim ko'p. Shilqimlikdan boshqa qiladigan ishingiz borligidan xursandman. Oq yo'l. Nimaga turjayasiz? Kuydirgan kallaga o'xshab. Javobimni berdingiz-da hozir, ha? Ey, komoshi singisan. Isming Rayhon, to'g'rimi? Bo'pti, ketdik. Men Paqina o'rniga keldim. Mashinasini gayshyapti. Menga shu kerakmidi? O'tiring. Ovoring. Marhamat. O'tir. O'zim akam keldilar. Mana keldi seni akang. Qalaysan? Yaxshimisan? Ay, Yaxshi yuribsanmi? Baton? aka. Unaqa demang. Bo'pti, unaqa demayman. Mana bu senga. Voy, muncha shirin bu. Puchi. Rahmat. Bo'pti. Yomonsiz u akajonim. Nima deysan? Kelin bola xursand-ku, ha? Ha, xursand-e. Nima deysan endi? Qanaqa kelin bo'ladi? Nima deyapsan o'zingdan o'zing? Bu uyda devori ham qulog'i bor. Jim yursak ham hamma gapdan xabarimiz bor. O'sha devori qulog'i sen bo'lsang kerak-da, ha? Boring, Endi o'g'lim hadeb tirjavermasdan bunda jiddiyroq bo'ling. Biz bojam bilan bo'lajak qudam bilan shartnomani bajarib bo'ldik. Kelin bola mana shu yerda. Endi bu yog'i sizga bog'liq, kuyov to'ra. Tirjayma. Endi bundan keyin yosh bolaga o'xshab quyoncha, ayoqcha tashib yurmagin bunaqa. Endi uchrashuvni ham kamchiqroq qilgin. Shart emas u patmarka borib yurish. Mana bog', mana uyda gullar bor, mana arg'imchoq bor, Xudoga shukr. Kinoteatrga ham shart emas borish. Mana uyda DVD bor, televizor bor, ko'raverasiz. Muzqaymoq olib kelib qo'yganmiz keyloli. Har xil pechenyelar bor, shirinlar bisyor. Ayig'i go'shti bormi? Topamiz siz uchun. Ha, topallar. Yo'q, yaxshi lekin. To'g'ri, bir tarafdan haligi zabarkan borib o'tirishi hojati yo'q. Yo'q, hojati yo'q. Uydagilar o'zi ham yetadi. Hozir mana shu yerda bitta maymuncha ham yuruvdi lekin. Hozir Komosh, daraxtga chiqib ketgan bo'lsa kerak. Hozir Komosh. Odam bo'larmikin, ha? Faxriddin. Tur bolam, tur. Kelin bola o'qish ketyapti. Kuzatib qo'y, ha? Bu zo'r imkoniyat, tursang-chi, ha? Hozir borib tursin, o'zi ketursin, borib tursin, ketidan yetib olaman. Qayerga yetib olasan? Tur. Birinchi param yo'q, xo'pda ikkinchi paramga yetib olaman. Ikkinchi param. Uyqusirama bolam, tur. Erinma, tur. Ozgina uyqusiray, ozgina. Iltimos, kuyov bola, turing, iltimos. Baqi! Bo'ldi.
За проезд, пожалуйста. Сейчас, подождите, пожалуйста. У меня праздник, вот. Jinni. Kamosh, bo'l. O'zing qamashsan. Jon baxting bor ekan. Hech qayeri sinmabdi. Qoida bo'yicha miyasiga xabar berish kerak edi. Miyaga kelguncha o'zing onani ochib qo'yganing ma'qul. Mayli, mayli. Oh. Voy. Boshim. Paorotnigizni yoqsiz bo'lmasmidi? Parkovkada shart emas. Bo'lmagan gaplarni gapirmang. Nima? Guvohnomani sotib olganmisiz? O'qigan bo'lganingizda bu mudhish voqea yuz bermasdi. Qolaversa, meni bomb deb haqorat qildingiz. Tavba qildim. G'ayt bola ekansiz-ku. Sho'rpeshani pochcham bechoraga qiyin ekan. Xoynahoy gayiga qatnayverib charchagan bo'lsalar kerak, a? Bratan. Sizga oz qoldi. Tushunmadim. Kim yetim? Oyingizmi, sizmi? Hamma yetim. Kituring. Tinchgina. Turmada chiritaman o'sha opangni. Sinjini hurmati yo'qmi? Sharlottani taqdir nima bo'ladi, ablah? Opa! Siz turing. Qayoqqa ketadi? Mola! Cheka! Молодец! Mana. Ko'ryapsizmi? To'xtab tur! Oling. Unis aspiringa ham yetmaydi, opa. Ana ko'rdingmi savobni? Tagi teshikligi. Yo, opa, vijdon yo'qda. Mana. Qo'yva.
Tinchlikmi? Ja xursandsiz? Dumalog'ini ber. Mana. Bo'la qolgan. Hop. Ha? Nima bo'ldi yana? Otmilla. Ma o'rtasiyon. Ovqatiylu. Ana ko'rdingmi? Hech kimga sport kerak emas. Mendan boshqa. Bo'ldi jimilsin. Qani pek vokal kuyla. O'ti. Bilaman. Baribir ko'tarmaydi. Voyo! Tanishman deyman. Alisizlar yaxshi keldingmi, Komosh? Sizmisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi keldingmi? Tanishinglar. O'rayxon meni qarindoshim bo'ladi. Endi u ham biz bilan Toshmiyda o'qiydi. Bu Nigina. Men Feruzaman. Saida. Salom. Obbo. Tanishib qo'yaylik. Boshlandi. Men Toshmiyni sara Savil. yigiti. Jimilsin. Mahalliy chempion. Snayper. Qodir bo'laman. Siz? Men To'xtalsin. Siz dugonam Komosh ta'riflagan, lekin ta'rifni sizga juda ham qizg'angan. O'lasam bunda kengroq ta'riflasang. Boring. Shavkat qani qizlar? Tamom deydilar-ya. to'g'ri. Xullas. Sizdek sohibjamol qizni qancha ta'riflasa. Voy shuncha. Ertaga amaliyotga borasanmi? Hozir yiqilib tushaman. Vaqtim yo'q. Yaxshi qiz. Qanaqa? Marojniniy bilan pirojniniga qalaysiz? Marojniniy bilan pirojniniga yaxshiman. Zo'ru? Meni hisobimdan. Voy! Xo'shsinchi. Gaplashamiz. Kech qolmasdan. Marhamat. iPhone, Allo. Assalomu alaykum iPhone dadajon. ko'rdilarmi? Yaxshi, rahmat. Ey, ha, o'rgab qol. Ko'moq qiladi. Bu rostdan ham qarindoshingmi? Nima edi? Voy Komosh. Shu sizlarga anu boru, hali Toshkentlik uyim joyim deydigan kuyov kerak emasmi? Mabodo. Jinni. Bor toshingni ter. Hop. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke bola? Opa yaxshimisiz? Esonaman. Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimilar? Ha, Qodir qani uydami? O'rtog'ing qayerda bo'lardi? Uyda. Qodir, chiq, Shavkat keldi. Qodir? Yes. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima edi? Voy. Ha, Sattar! Yana qo'yib ketdingmi? Ha, bu senligi parkovka bo'lib qoldi bu yeri? Yo'qot mashinani bu yerdan. Sidir tashla. Sidirga men ham mashina olib o'zim qo'yaman mashinamni, tushundingmi? Ya'ni. Qara, da. Voy Hitleringdan. Voy Sparkjon. Voy buni qara turishini. Voy qara. Quturadi-yu. Voy. Mengami? Rahmat o'rtoq. Rahmat. Menga ko'choy guvoh qo'yildi. Qodir. Jimjim. Bo'pti. O'tir. Aylantirib kelaman bo'pti. Voy, Ha, bo'lni tur bezing sen. menga qara.
Teshik patinga senga. Buz park bo'lsa menga. Qani kaliti ber. Yo'q, o'sha berdi. Men uka, sen o tomonga o'tir. Shunaqa qilding-a? Ko'ngil uchun bundoq qo'pib qo'ymading-a? Ha? Qo'pib qo'ysa bo'lmaydi-a? Bo'lmaydi-a? Ha, satarsan. Salom ayt. Rayhoning yetdi. Men ham yaxshiman. Ana muborak bo'lgan, muqaddas bo'lgan, mo'tabar bo'lgan barmoqlarni tekizib qo'ymoqchi. Anu qani? Kim? Kavoshmi? Ana o'tiribdi. Yayra. Sho'la. Sho'la? Sen hozir Shavkat akammi? Razillarga. Sho'la dedingmi? Ma. Joningni olsin shu telefon. Senga sovg'a. Men kim? iPhone. Mening iPhone'im bor. iPhone'im bor meni. iPhone chan. iPhone va chan qo'yni bo'cho. Butun mahallani boshingga ko'tarding-ku. Namcha baqirmasa. Ha? iPhone ko'rmaganmisizlar? Oddiy iPhone, matohu. Jin. Qalaysan? Yo'q. Topshirdingiz aytdingiz? Ha, amalladim. Anu qani? Kim? Sho'la. Ana, turibdi. Qanaqa kinolarni yoqtirasiz? Haligi Shohruxxon o'ynagan kinolarni. Kim u? Qayerdan bilaman? U biz bilan o'tirishga kelganmi, yo shilqimlik qilishganmi? Bilganini qilmaydimi? Ahmoq. Kim, menmi? Tinchlikmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Nimagadir oxirgi payt sen meni juda ko'p qo'rqityapsan. Uyimni sog'indim shekilli. Sen ham sariq kiyyapsanmi? Didimiz ham bir xil, ha? Boshqalar mayli. Nahotki siz ham meni shu darajada ahmoq deb o'ylasangiz? Nimaga? Chunki siz ham men ham juda ham yaxshi bilamiz turmush qura olmasligimizni. Axir biz qarindoshmiz. Meni ko'nglim boshqa yigitda. Siz meni akamsiz. Akang bo'lishni xohlamasam-chi? Siz meni akamsiz.
tinchlikmi bo'ldi? Qo'yvor. Agar yana bir marta uni oldiga yaqinlashsa, mendan yaxshilik kutma, eshitdingmi? Ketdik. Tushundingmi? O'z hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Hali ham menga ko'rsatib qo'yaman. Hey, kaltni ber, kaltni. Obaqi, buyoqqa. Abjag'i chiqarib tashlayman hozir. Mana shu dunyoda qolib ketgan bitta majnun men bo'laman. Ya'ni Tohir, ya'ni Ramayo, ya'ni Farhodman, tushundingmi? Yana kim bordi? Toshbolta. Toshbolta oshibman men. Futbol o'ynadilar-ku? Hakka o'ynadik. Xat yuribsa. Lavash olib keldim. Nimaga ishlangan bu? Mashina ochuvmi? Ochuv. Ovqat olib kelsa ham gap eshitasan. Sen nima ko'rishdi o'zbekordan bekor? Bilmadim. Bo'ldimi? Bu bo'ldi. Ketdik. Ya, bularni-chi, bularni bunday qoldirib bo'lmaydi. Hal qilish kerak, hisob-kitob qilish kerak har bittasi bilan. Bakyo! Baba. Men keldim. Uydaman. Baton, nima qilyapsan bu yerda? Mehmonga keldim. Qalaysiz? Voy. Do'st bo'lgandan keyin mehmonga kelish mumkin emas. Keldingmi o'g'lim? Ha? Ha, Buxoroda shunaqa dugonang bor ekan-ku, bilmas ekanmiz. Ha, bu do'stlaring bilan tanishtirayam demaysan, ha, bola? Mana, dugonasi joylashtirib qo'ying. Xo'p. Do'st bo'lsa tanishtiradi-dey buni. Ha. Ketgandan keyin kelaman. Tavba. Xabar oldingmi? Bo'shsan. Ha, men odam tanlayman. Nafaqat odam. Kiyim, kechak, atir, upa, hamma narsada. Hatto ignagacha. Nega jerikasiz? Bo'lar bo'lmasga doim jerikaverasiz. Vaholanki men ham odamman, sizga o'xshab. Hayronman. Men boy bo'la turib, men emas siz odamlardan jirkanasiz. Mendan jirkanadigan nima ish qildim hozir? Aybim uyingizga kelib oyingiz bilan tanishganimmi? Shunga osmon uzilib yerga quladimi? Yo oyog'ingiz uzun, qo'lingiz kalta bo'lib qoldimi? Men haqimda hech narsa bilmaysan axir. Qolaversa nimaga men? Ha? Ko'cha to'la odam. Nimaga Qodir uyiga bormading? Chunki siz Bor yo'g'i do'stingman. do'stim bo'lishingizni xohlamasam-chi? Unda hech kim. Nimaga tirjayasiz? Nimaga doim tirjayaverasiz? Kuydirgan kalla. Chamasi 5-6 yashar edim. Dadam ammamnikiga olib borib qo'ygandilar. Muzqaymoq yeyman deb janjal qildim. Ho'ngrab yig'ladim. Dadam poylardim. Kesalar hammasini aytib beraman deb. Hech payt eshik qo'ng'irog'i chalinib
Notanish kimsa uyga kirdi. Dadamni avtohalokatda halok bo'lganlarini eshitib, xonamga kirib ketdim. Ishonasanmi? Bir tomchi yosh sizib chiqmadi. Inson arziydigan narsalar uchun yashashi, yig'lashi kerak. Muzqaymoq uchun emas. İşini yapamaz. Kinoga tushamiz-mi? Mayli, xo'p. Qachon? Menga baribir. Unda ertaga. Qalaysan? Sho'rva. So'rashgin ham kelmayapti. Eshmat. Tinchmisan, Baton? Bag'dodda tinchlik. Sizni iPhone'ingizmi bu? Yo'q. Ha, Shola. iPhone oldingmi? Choyxona qachon? Qanotim chiqqanda. Hazilkashdek bu. O'zi bir burda bo'lsa ham judayam mag'rur, judayam. O'rtog'im meni. Men ko'p boyman, lekin sen menga gerdayasan. Qo'lida iPhone, tagida Spark. O'ljinni deydigan ahmoq yo'q. Bo'ldi, qilgin-ey. Mendan boshqa gapiraman ham. Chunki men seni bor yo'g'i do'stingman. Sizlamayman ham. Chunki men sen uchun faqat do'stman xolos. To'xta, Rayhon. Nimaga? Nimaga? Nimaga unaqa qilyapsan? Nima qildim? Hey. Tinchlikmi o'zi? O'xshayaptimi? Hech narsaga tushunmayapman. Nima ko'rmisiz? Ey, baraka topkur. Tushuntiribroq gapirsen-chi, nimalar bo'lyapti o'zi senga? Ko'r bo'lsangiz menda mas'ul. Ha, yaxshi. Men uyimga ketyapman. Yur tashab qo'yaman. Buxoroga. Nimaga? Perevod qilmoqchiman. Nimaga? Ona, sizni nimagalashga tuqqanmi? Jonimga tegdi hammasi. Nimaga? Endi nima farqi bor? Rostdanmi? Ha, ana keldi. Menga qara. Uydagilar bilan xayrlashib chiqdingmi, Rayhon? Xayr, yaxshi yetib ol. Xayr. Bo'pti, dugon yaxshi yetib ol. Xo'p, birga maza qilib kafelarga borib yurdik, yaxshi yetib ol. Bo'pti, kanikulga chiqqaningda kelib turgan. Boringlar o'zinglar ham. Mayli, o'zing quchoqlab qo'y. Boring. Men qara. Shu gap bilan xayrlashmaysan? Men unga ertaga ketaman deganman. Menga telefon qilgandi. Voy. Baribir kelmaydi. Mana qadar qolishdi. Qani, bunaqa tortilsin. Xayr, Rayhon. O bola, olay mashinangni. Hozir shoshmay turing, bir daqiqa. Baton senmi? Ha. Yaxshi ko'raman seni. Nima? Bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz deyman. Yo'q, hozir nima dedingiz? Sensizlikka chida olmayman. Nima? Paynet bormi bu yerda deyman? Nima? Nima? Onang nimalashga tuqqanmi seni?
Pentium 1. Ota-onang bizga baribir oq fotiha berishmaydi. Rayhon. Bu nima qiliq? Dada. Oq yuvib seni oqtaradim. Oqibatda yonimga kelib, dada, men turmushga chiqyapman. Menga bir tiyin seni fikring, lekin roziligini olib qo'ysam yomon bo'lmaydi demoqchimisan? Turmushga chiqayotgan ekansan, chiqaver. Meni nima alaqam bor? Nega unaqa deysiz, dada? Nima deyunda? Hammasini o'zlaring hal qilib bo'lgansanlar. Endi oq fotiha talab qilyapsanlarmi? Roziligim kerak bo'lsa, javobimni eshit. Hech qachon, tushunyapsanmi, hech qachon sen unga turmushga chiqmaysan. Axir o'zingiz o'rgatgansiz-ku, ko'ngil amriga quloq tutish kerak edi. Meni xohishimga qarshi ish qilmagansiz. Bu meni xohishim, dada. Xohish? Yana qanaqa xohish? Sen bu haqda nima ham bilarding? Yoki mana bu so'tak bilarmidi? Nahotki sen shu vaqtgacha o'z xohishim bilan yashaganman deb o'ylasang, biron bir kiyim olishing uchun do'konlarning ichidagi eng sara do'konga men seni olib borganman. Men olib kelgan eng sara yeguliklarning ichidan sen tanlab yegansan. Respublikadagi eng sara akademiyalardan biri bo'lgani uchun sen Toshkentda yuribsan. Qolaversa, xolaynikiga bo'lajak uyingga ko'nikkin deb seni bu yerga jo'natgandim. Bundan keyin ham o'z xohishimni yashayapman degan. Sizchi, yigitning guli, oila nimaligini bilasizmi o'zi? Otang nima ish qiladi? Dadam. Ularni dadalari qazo qilganlar. Xo'p, onangchi? Tushunarli. Demak, yetimsan. Yetimmaslar. Adashasan. Qush uyasida ko'rganni qiladi degan naqlni bilasizmi, yigitcha? Uyasi bo'lsa albatta. Siz-chi, ona qizim? Ota-onani bir-biriga hurmatini ko'rmagan yigit xotinini hurmat qiladimi? Bunaqa odam qizimga qanday er bo'lishi mumkin? Xo'p, oila qurlaring ham deylik. Lekin 1-2 yil o'tar o'tmas qizim, bor yo'g'i bir bosh piyoz sotib olishga pul topolmagani uchun seni tashlab ketmasligi kafolat. Fransuz bulочкalarini tanovul qiladigan meni arzanda qizim, bularni bariga chidashiga ishonching komilmi? Ha? Ikkovingni xohishingni sariq chaqali qiymati yo'q. Bilasanmi shuni? Hech vaqoni bilmaysan hayot haqida. To'g'ri. Men hech vaqoni bilmasligim mumkin. Lekin men bu eshik ostonasini yomon niyatda xatlab o'tganim yo'q. Men bu dunyoda biladigan yolg'iz narsa meni istagim, xohishim har doim bir chaqaga qimmat bo'lib kelgan. 7 yoshdan burni qon ko'cha izg'igan bola uning qorni istak bilan to'ymasligini juda ham yaxshi biladi. Lekin o'sha bola shu yoshida umrida birinchi marotaba o'z orzu istaklari uchun hech bo'lmaganda harakat qilish kerakligini tushunib yetadi. Va shunday qiladi ham. Tupurdim seni orzularingga. Eshityapsanmi? Tupurdim. Sen qizimni tengimassan. Hech qachon senlarga oq fotiha bermayman. Bo'ldi. Ko'zimdan yo'qol. Qorayni o'chir. Ota-onaning rayiga qarshi chiqish
tinchlayman. Ey, qing'latma. Yaxshimisiz o'g'lim? Rahmat. O'tiring. O'tiring. Bizi davrda yigitlar epchilarroq bo'lishardi. Biz ham erkak bo'lganmiz. Yo zamon shaltoniki deb o'ylayapsizmi, jiyan? Yo, gap shundaki. Faxriddin o'g'lim, biror ish eplamasdan turib, o'zingizni oqlamoqchi bo'lyapsizmi? Bir gap bo'lsa, oldimga yig'lab borar ekansizda. Shuni bilib qo'ying. Yigitga yurak shashti. iPhone'ning knopkalarini o'ynash uchun berilmagan. Menda-ku mayli. Tushda qiz. Lekin dadangiz yerda yurardi. O'g'lim bor deb. Ha? To'g'rimi, bocha? Endi bola yosh endi. Biz esa 5 yilda qaragan ekanmiz-da. Ha? Hammasi yaxshi bo'ladi, bocha. Choy ichaylik, qani ichkariga. Qani. Choy olib kel. Esing yo'q, Rayhon. Meni chindan ham hech vaqoim yo'q. Dadang 100% haqda. Endi menga buni farqi yo'q. Bugundan boshlab meni ham hech vaqoim yo'q. Men dadamlarni bilaman. Men ularni gaplarini ikki qilib bo'ldim. Ular endi meni hech qachon kechirmaydi. Lekin ko'nglimga qarshi borolmayman. Tushun. Ota-onaning roziliksiz men seni xotin qila olmayman. Kuchga to'g'ri keladi. Aytmoqchimanki, roziman. Mayli. qani? Tush. Tush. Yo'q, balki yotoqxonaga. Qanaqa yotoqxona? Kel. Kelinglar. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Nima? Meni kelinimni mebeli yo'qmi? Demak, hammasi to'g'ri ekanda. Nimaga tirjayasan, kuydirgan kalla? Nima menda orzu havas yo'qmi? Mendan bir og'iz so'ralmaydimi? Qayerdan sudrab kelgan bo'lsang, o'sha yerga yo'qot. Nimaga? Nimagalama? Men seni nimagalash uchun tuqqanim yo'q. Siz meni tug'magansiz. Amma iltimos. Tikma menga. Ota-onangni halokatidan so'ng shuncha yil men senga ham ota ham ona bo'lib, endi amma bo'ldimmi? Endi amma bo'ldimmi? Bilib qo'y. Men bu qizni hech qachon kelin qilmayman. Amma Rayhon oldi nima degan odam bo'ladi? Yo'q dedim. Yo'q. Yo'q dedim. Amma men uni yaxshi
sevib ketib hatto ota-onamdan kechdim. Oxir oqibat nima bo'ldi? Tashladi, ketdi. Tushunding? Na uyga qayta olaman, na oilam bor, na bolam bor. Shumi sevgi? Tushun, u senga to'g'ri kelmaydi. U ham seni tashlab ketadi. Amma iltimos. Gap bu yoqda ekanda. Yaxshi. Unda biz ketamiz. Nima? To'xta dedim. Sen meni bolamsan. Gapimga kirishga majbursan. Men endi go'dak emasman. Ha. Bu boshi bir ko'chani har bir qarichini mendan so'ragin. Tushundingmi? Men juda ham yaxshi bilaman. Bu ko'cha seni yolg'izlikdan boshqa hech qayerga olib bormaydi. Sen yolg'izlikka erishasan xolos. Hech qayerga ketmaysan. Ana uning ketsin. Nima? Sizga o'xshab bir umr so'qqa bosh bo'lib o'tishim kerakmi? Ha? Kechiring hamma. Kechiring. Hali hayot burningni bir yerga ish qilsa, eshikni tagiga yalinib kelganingda ko'raman. Ket. Keta qol. Kim o? Qodir, bu menman. Qodirjon bolam ketgan-ya. Ochi. Ta. Hozir. Qani, kesinlar. Xush keldingizmi? Assalomu alaykum, moyadam. Qalaysiz? iPhone? Ketgandingmi? Nima? Buxoro yonib ketdimi? Ya. Tushamasa bu. O'xshayaptimi? Hozir 1 daqiqa, Rayhon hozir. Haligi o'rtoq boqin oldiga chiqqandim. Ikkita svecha bilan bitta starter olib kelib qo'ygan ekan. O'shani qachon olib keldim? Qara. Jinniga o'xshaymanmi men? Yo, jinniga o'xshaymanmi men? Jinniman, ha? Senlar ja aqllisalar-da, ha? O'zlaricha ta. Assalomu alaykum, moyadam. Men qiz isyapman. U siz yasha olmayman. Yo'qon yetimchi. Amma jonim mehribonim. Yo'qol. Ta. Kim u? Qodiroj. Qodir hozir uyda yo'q edi-ya. Qodiroj bu menman. Yo, sen jinnisan. Bu yondirish tugul Buxoroni portlatib olib kelibsiz-da. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum. Tushunarli? Yo, Kelinglar. Mehmonlarning joyini ko'rsatmaysizmi? Ha. Kelinglar. Rayhon, kir. Bolxona bu kirilmas. Ikkinchi yoshxona. Shuni qo'rqmaysanmi? Ashtan. Kel, mehmonlar.
on. Assalomu alaykum dada. Balki biz birga boramiz. Yo'q, keyin hech shart emas. Rahmat. Qavinga o'qib oling. Xotinjir aka. Oxirgisi. Uyni hujjatlarini qilgan notariusga boramiz. A? Labi? Bilaman, men hammadan zo'rman. Mana senga olam pul. Uyam yo'q. Pulam yo'q. Mashinam ham yo'q. Hech narsa yo'q. Nimaga? Kuni bilan ko'nglim g'ashidi. Har soatda tekshiryapman. Keyin yana qarab qo'yay dedim. Qaradim. Qarasam shu ahvol. Nimaga tirjayasiz? Hazillashyapsan, a? Nima meni shu darajada ahmoq deb o'ylaysizmi? Qolganingni boshpana berib endi shu ish qiladim. To'ppa-to'g'ri. Bu yer boshpanadan o'zga hech narsa emas. Shu ham uy bo'ldimi, a? Karvonsaroy. Kimligi esimga tushib qoldi. U seni do'sting bo'lmasa ham meni do'stim. O'zingga qarab gapir. Axir ko'rinib turgan narsa. Nima, menda orzu havas yo'qmi? Qachongacha to'xtang. Kechirasiz, bu meni joy... Voy! Do'st, qayerda yuribsan? Qatnashdi o'zi oshga bordingmi? Yo'q. Pul qani? Pul? Qanaqa pul? Yomon sezgirsan lekin. Bilasanmi? To'g'risi men tan olish kerak. Do'sting bo'lishga umuman arzimayman. Marazman. Buni ham tan olaman. Lekin o'rtoq bilasanmi? Jichcha qarzim bor. Shuni qaytardi bu? Mana, qo'ygani oldingda Surayyo Muhayyo. O, ana muqaddas
Gözümni oynatib kiyipsiz atlas. Süreyya muhayyarana mukaddes. Bu turishdi. Bugun bayram. Men uchun bayram. Hech bo'lmasa to'g'risini aytganing uchun ham rahmat. Voy. Albatta. Men senga yolg'on gapiraman. Haligi qani. O? Kechamiz. Voy, chilo. Ichamiz. Nima uchun ichamiz? Olamda sendek do'stimni yo'qligi uchun. Voy, ajoyib do'st. Voy, o'rta. Voy, tinchlikmi? Qayoqqa ketyapsan? Bitta iPhone sotganimga shuncha dag'masam endi. Voy. Bo'ldi, boshim og'riyapti. To'xtatilsin. Voy, boshim. Voy. Kim? Kiring. Kirsam maylimi? Ki. Gapir. Men ham shu yerda uxlasam maylimi? Er xotin birga oq fotiha olmagunimizcha xotin qilmayman degandilar. Shunaqa dedimi? 5 baho. O'zimmi bolamda? O'ta qoling. Uxlay qoling. Erli to'ks. Boshqa nima ham qilardingiz? Yoshlari. O'g'lim tushmagura. Hamma aytganingni oldim. Oldim dedim-ku, hech narsa esimdan chiqqani yo'q. Bo'pti, hozir boraman. Bolalarni kiyintirib tur. Unda ko'cha chiqib turinglar. Rayhon, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisanmi? O'zgarib ketibsanmi? Qizlarga salom qo'y. Qancha bo'ldi? 10 ming. Uchta olmaymi? Olmaydi, uchtaman. Biz
birgamiz. Hey! Nima qo'ysan o bola? Yurishdan oldin bundoq qarasangiz bo'lmaydimi? Nima deyapsan? O jinni hali yurganim yo'q-ku. Ha? Yurmaganmisiz hali? Hechqisi yo'q, hozir militsiyaga boramiz. Qanaqa militsiya? Turay bu yerdan. Voy, jigarim ezildi meni. Kasalxonaga boraylik. Nima deyapsan? Ukam bor yo'qolgan gap ko'paytirmasdan. Men qara. Qanaqa odamsan? Odam urib yubording-ku. Bor. Ber bo'lmasa, men ketaveraman. Mayli. Qanaqa pul nima deyapsan? Doriga? Odamlar ko'rib turibdi, tuhmat qilmagan. Menga pul kerak. Qo'lingni tort. Nega qarang? Nima? Hey! Nimaga ishlarimiz yurishmayotganini endi tushundim. Harom pul yuqarmidi? Nimaga endi darrov harom? Halol deb ham bo'lmaydi-da buni, xo'jayinjon. Tilingiz buncha shirin, xotinjon. Bo'ldi. Sizga hech nimani qadri bo'lmasa, menga bor. Xo'p. Siz men bilan gap talashayotganingiz yo'q. Men talashyapman siz bilan. Uzr. Meni hech narsam qolmadi. Unda oyoqlaringizga qarashni o'rganasizmi o'zi qachondir? Bo'ldi. Asabiylashmagin. Nimaga tirja yurasiz? Kuydirgan kallaga o'xshab. Betimga bir qarang. 6 oyda 20 yilga qaratdingiz. Nima men sizdan osmondagi oyni so'rayapmanmi? Sizni deb nimadan kechganimni bilasizmi o'zi? Ota-ona qadrini qayoqdan ham bilardingiz? Yetim bo'lsangiz. Shu o'ylashni bilmaydigan kallangizni o'sha mashina majaqlab ketganida men nima qilardim? Dodimni kimga aytardim? Kechiring. Uch kunlik azir. O'tadi ketadi. Boradigan joying tayin. Har qalay yetimmassan-u. 6 oyda bunaqangi mehrdan o'zingga kelish tugul. Ko'rmagandek bo'lib ketasan. Xotinjon. Assalomu alaykum. Haliyam arazlab o'tiribsizmi? Kechiring. Boshqa unaqa qilmayman. Choying tezroq ich. Aylanib kelamiz. Kir yuvaman. Dam, mayli. Bo'ldi. O'tib ketadi bu qiyinchiliklarimiz.
o't ketadi. Qayoqqa ham borardi o'tmasdan. O'tadi. Ha, o'tadi. Yur, kiramiz bu yoqqa. Shu yoqqami? Qimmat-ku. Qimmat emas. Yur. Xo'p. Men hozir. Qayoqqa? Hozir voy. O'tiring yonimda. Ha? Kerak emas menga gul. Yomonligingni qara. Qo'yningga olib o'tiribsan, bu yerdan beri olib beradimi yo'qmi? Ichimsiz-ku, meni to'g'rimi? Ichingizman. Hozir. Yo'lda ehtiyot bo'lib o'ting. Kaskadyorman. Aka, yo'l bo'lsa qayoqqa? Hozir kelaman. Bu yurtma nima bo'ladi? Olib kelib beravering. Tinchlikmi? Nima bo'pti? Qodir. Haligi Gapirsanchi cho'zmasdan. hozir reanimatsiyaga chiqdim. Xo'p, Komaga tushibdi. nima deydi doktorlar? Gapirsanchi. Menimcha endi yura olmasa kerak. Rayhon qani? Ana, tashqarida. Kim aytadi unga? Yaxshimisan? Rahmat. Ha. U endi yura olmasa kerak. Eringni bir marta norozi qilsang, qarqon farishtalar qarg'aydi degan shu bo'lsa kerak. Oyoq qo'li but er yoqmagan bo'lsa, ma bunisini ham bir ko'r dedi-da Xudoyim. O'zing yaxshimisan? Tuzukmisan? Hali hammasi o'tib ketadi. Mana shu. Bilaman. Ha. Yaxshi bo'ladi. Men birinchi kolonka 95 to'la bor. Nimagadir javob telefon qiling. Vaqt o'lguncha 95 ta. Xo'p.
Lekin dada, 95 vaqt olguncha. oyim yaxshimilar? 95 vaqt olguncha. Dadajon, men sizni juda sog'indim. Iloyim, omon bo'ling. Bo'ldi. Ovqatingni boshim ko'ramanmi? Ming marta aytdim, bor sovuq choy olib kel. Voy, esim qursin. Shumi tarbiya? Bu ichkilikni qachon tashlaysiz-da? Ikki begunoh insonni hayotini ostun-ustun qildingiz. Men nima degan odam bo'ldim endi? Soqolingizni olsangiz bo'lardi, yigiti guli. Nima? Tushunarli. Bugun ham kayfiyatingiz yo'q. Nimaga? Qayoqdan bilaman? Xuddi men yeb siz qurib qolgandek tutyapsiz-ku o'zingizni. Nima? Men yeb sen quruq qolyapsan-ku. Nima endi bir umr kesatiq tagida yashaymanmi? Nimaga? Nimaga? Qo'l oyog'ing but. Eshik ochuv. Endi bu yo'lga o'tdingizmi? Xotinjon, agar o'shanda yo'ldan o'tolganimda mana shu arabada o'tirmasdim. Bir yildan beri xuddi menga chiqargandek shu narsani mazza qilib minnat yuribman. Yo'q. Xo'pdimi? Sen gapir. Ichingda achib bichib ketmasin. Gapir. Ming marta aytdim. Shu gullarni kesib tashladim. Sassuk. Ko'rdim. Nima deysan? Yaxshi imkoniyat. Kimga? Hammaga. Menga qara, sen kimni do'stisan? Hilnimi? Agar undan voz kechishim kerak bo'lsa, uni oyoqqa turg'izishimda nima keragi bor? Tushunmadim. Nimasini tushunmaysan? Operatsiya evaziga men uyga qaytishim kerak. Agarda bu narsa meni o'zimga bog'liq bo'lganda, men bu ishni qilmagan bo'lardim.
Uyda o'tirgan oyim bilan dadangga sal e'tiborliroq bo'lganingda menga bunaqa qaramasding. Menga qara, dugonajon. Tanla. Yo bir umrlik dashnom, kesatiq, janjal yoki bir umrlik Hurmat, e'tibor, obro'. U oyoqqa turadi. Mangulik. Go'zallik, chiroy. Husn. Husn. Xamirli ovqat. Hasib. Norin. Baribir meni yaxshi ko'rasiz. Ha? Tak точно. Men tort pishiraman. Obke. Topdingmi? Ha, topdim. Mana. Bo'pti, janjal qilmasdan o'tiringlar. Qo'shnilar ishsiz uyat bo'ladi. Sen og'roq bo'l. Xo'p, mayli. Yaxshi borib keling. Mashinaga o'tir. Rayhon, yoyinoq kelasan-ku. Odam jiya chaqirib ketdi-ku. Rayhon! Biron nima degin, iltimos. Odamni qo'rqitmagin. Biron nima degin, iltimos. Rayhon. Hazırlaşmaga endi. Bir odam tashlab ketmasa kerak, ha? To'g'rimi? Ha, degin jonim. Rayhon. Kechir meni. Meni ahmoqni kechir. Qo'liga kira taklif qilmagandim. Yetib boruvdimi? Shukriga. Bir qadam, bor yo'qi bir qadam. Bir dona gunoh bera olmasam. Duyamaz. Gül. Şu yerda ben de gel. Şu yerda ben de gel.
hech qayoqqa ketmaysan. Uni yoniga qaytishim kerak. U sezdi. U hammasini sezdi. Nima, avliyomidi seni sezadi? Qo'ching. Iltimos aka. Tushunsiz, ixtiyor o'zimda emas. Nimaga meni qiynayverasizlar? Meni odamman ko'ma. Bo'ldi qil. Qo'yib yuboring. O'zingni bos. Ketishim kerak. U bilan hayotingni nobud qilasan. Hayotingni barbod qilasan, bilib qo'y. U meni hayotim. U seni hayoting emas. U hech kim, hech narsa. Oddiy bir matoh. U chalavlik, eshityapsanmi? Chalavlik. U matoh emas, u meni erim. U meni erim. Kim u? Rayhon? Assalomu alaykum. Kimsiz? Ha? Aka, sizga yordam bergani keldik. Nimaga birov uyiga bostirib kirasiz? Iltimos, asabiylashmang. Nima u? Bitta ukol xolos. Assalomu alaykum. Menga yordam kerak emas. O'zingiz boshlang aka. Bu oddiy vaksina. Yaqinlashmang. Harakat qilgan odamlarga. Hayajonlamang aka. Iltimos, boshlaning. Aka, oddiy vaksina. Tema! Bo'ldi, tinchlang. Bo'ldi. Qochinglar. Yaqinlashma, o'ldiraman. Sizlar chiqib tura qolinglar. Tegmanglar ularga. Qayerda eding? Vaqt yog'ib berishayotgan ekan. Shunga navbat olib keldim. Ular poliklinikadan qon bosimingizni o'lchab, ukol qilib qo'yishadi, to'g'rimi? Ha. Adama. O'libmanmi siz aldab? Ko'chaga chiqib turing. Yuringlar. Yelkani bering. Bering. Bekor qaytibsan. Otangni norozi qilib topganim tushi bo'lsa. Bu yog'i nima bo'larkan? Ha? Dadamni ko'rmaganimga 1 yildan oshdi-ku. Nega hadeb meni yig'lataverasiz? Mana yana yig'latdingiz. Otangni norozi qilding. Bekor qaytibsan.
To'rt pishirib beraymi, dadajon? Pishiraver, qizim. Pishir. Qani choylar damlasin bo'linglar. Choy tayyor. Sizda onajonisiz. Bilasiz-ku. Mana qarang, yaltilashing. Mana. Qarang. Yaxshi, bo'ldi. Hop, bo'ldi. Voy, ey. Ha, tinchlikmi? Keliningizni qarang, ko'z ushtirgani ham qo'ymaydi. Ha, mayli, choyni qaytar. Mana to'rt. Ana. To'rt desam, to'rt bo'pti-da. Men hozir kelaman. Hop. Siz faqat shirin ifodalarni tarab yuring, xo'p? Bo'ldi qil. Qani, choydan iching. Avval quda buvangga uzatmaysanmi? Shunaqa. Muncha qolib ketdingiz. Ha, mayli. Chiqardingiz. Chiqyapman-u, qasamodda. Hamma sizni qo'llab gapirma. Mana. Ehtiyot bo'ling. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo. Endi Xudojon aka. Allah. Biz ham endi dadajon aka deyaveramizda, ha? To'rt yemay. Hozir. Bo'ldi. Ruxsatmi? Ruxsat.